Bir chet yezidagi Namrat kapida bir mo'may yolg'iz yashaydi ekan. Mo'mayning 3 vaqt tamoqi bakmi nachar ekan. Mushundoq turuqliqmi u mo'may kunlariga qanoat qilib yashaydi ekan. Og'rib qolsa-mu pul ketmasin deb doktorga bormaydi ekan. Uning qo'shnilari u mo'mayni bakmi bechora deyishidi ekan. Kunlar o'tib, mo'may ig'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qopti. Biroq bu qatim mo'may saqlayolmabdi. Mo'may o'lib ketgandan keyin qo'shnilari mo'mayning yostiqining ostidan bir parcha xat va 10 ming yuan pulni bayqabdi. Bir parcha xat bo'lsa, mo'mayning yiroq shahardagi o'g'liga qoldirgan xat bo'lib, mazmuni mundoq yozilgan ekan. O'g'lim, sen bu xatni ko'rgan vaqtingda men allaqachon o'lib ketgan bo'laman. Bu 10 ming yuan pul sen necha yilning yoqi menga evatgan pullar. Men u pullarni ishlatmay yig'ib qo'ygan edim. O'g'lim, menga ko'p qatim pul evatding. Biroq biror qatimmi meni yo'qlab kelmading. Menga sening puling kerak emas. Balki seni bir ko'rib olgan bo'lsam, didoringga bir qilib olgan bo'lsam, deydim. O'g'lim, har qatim sening kichik vaqtingda birinchi qatim ana deganingni eslaganimda ko'zimdan ixtiyorsiz yoshlar oqadi. O'g'lim, men seni oxirgacha saqlayolmadim. Mening oxirgi umidim yanada shuki, sen baxtli, xushal yashag'in. Hayot yo'lingda to'g'ri ishlarni qilgin.